Mana shunaqa joylarga kelganmiz. Joylarimiz juda ham chiroyli. Ikkita ilon boshladik. Xudo xolasa, syomka qilolmadik. Syomka qilib qolsak, ulgurib qolsak chiqaramiz. Joylar zo'r. Mana shunaqa joyda yuribmiz. Sun'iy xo'rak tashladi, yozib ko'ramiz. Ilon bosh ko'p. Sab yuribdi. Sarpin aka shuncha. To'g'ri bitta tashlab ko'raman men yana hozir. Akalar mana hozir qalmog'imizga sazan ilashibdi. Hozir ko'rsatamiz. Bu suv betida turibdi. Chiqib ketib qolmasa ya. Totmayman, chiqib ketamiz. O'ralashtirib yuboribdi, ichiga bosh qo'yinchi. Normalniy. Yaxshi sazan. Sekin olishimiz kerak endi buni. Chiqib ketib qoladi-da boyaga totsangiz. Ichiga bosh qo'ysangiz, chiqib ketib qoladi, o'ralashtirib yuboramiz. O'ralashib bo'lganda. Ana chiqyapti. Yaxshi, sekin, shoshmaymiz. Totvormay aka. Yo'qdan chiqib ketadi. Ichiga qo'ying bu yoqqa. Yo'qdan chiqib ketib qolishi mumkin. Yaxshi ilashganga ham o'xshayapti. Uzilib ketishi ham mumkin. Qamishdan yaqinni totsangiz bo'lmaydimi? Ha, toting ana suv betida. Og'zini sidirib chiqarib olmasmikin deyapti. Chiqib ketdi akalar. Mana akalar, qalmoqlar tashlaganmiz. Xo'p, boshqa joyga o'tdik. Boyagi joyimiz mayda baliqchamiz qolmay qoldi. Topib bo'lmadi mayda baliq. Mana shunaqa joyga keldik. Joylar yaxshi. Bitta sazan ko'p ekan. Ko'rdilaring hozir. Qalbog'imizdan chiqib ketib qoldi. O'tlar ichidan olib chiqish qiyin bo'lyapti. Endi ko'ramiz endi mana poplavoyimiz. Nimadir totyapti poplavoyimizni. Mayda baliqmikan, sazanmikan? O'ynatib turibdi. Ilashib qolsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa.